Assalomu alaykum aziz gulshaydolari, yoshlar kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan monstera gulini bargini katta va kichikligi nimalarga bog'liqligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu ko'rib turganlaring monstera Thai Constellation sorti. Mana ko'rib turibsizlar barglarini. Barglari o'sgan sari yirtiq bo'lib chiqishni boshlaydi. Buni katta kichikligiga qarab bu monstera juda ham kichkina holatda kelgan. Hozir men sizlarga mana rasm qo'yib o'taman. Mana shu holatda kelgan. Kelgan bu holatdan sal kattaroq tuvakka olib o'tganmiz. Ildizlari juda ham nima bo'lgan. Yana hozir sizlarga qanaqa holatda ko'chirib o'tkazganimni videosini qo'yib o'taman. Tomosha qilinglar, keyin yana gaplashamiz. Xo'p, mana ko'rib o'tdilaring, shu holatdan keyin u tuvaydan olib turib, mana bu sal kattaroq tuvakka yana o'tkazganman. Keyin mana shu holatga keldi. Bu ko'rib turgan holatlaring kichkina holatdan shu darajaga kelishiga 2 oy vaqt ketdi. 2 oy, 3 oy, почти 3 oy bo'ladi. 3 oy vaqt ketdi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, yana ildizi yana ildizi chiqqan. Buni endi sal yana kattaroq tuvakka olib o'tish kerak. Nima demoqchiman? Monsterani ildizi qanchalik tuvakda sal yoyilibroq tursa, barglari katta bo'lib chiqadi. Ko'p eshitgansizlar, ildiziga mos tuvak bo'lishi kerak deb. Ayrimlar ildizini gulni siqib qo'yadi. O'shani hisobiga tor tuvak ekib qo'yilgan hisobiga gulda bargi maydalashib ketadi. Qanchalik ildizi kengroq, erkinroq tursa, haligi ildiz yana ham o'sib, yana ham rivojlanib, mana bu barg kattalashadi. Bu birinchi ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, gul o'sayotgan davrida, faol o'sayotganida iloji boricha unga uxot qilish kerak, dori, vitamin berish kerak. Ya'ni sulfat magniy barglariga sprey qilishlaring mumkin, tagiga quyishlaring mumkin. Shunda bargi oziqa olib turib yiriklashadi yoki agrikola bo'lishi mumkin. Dekorativniy bargli gullar uchun unisi MPKS bo'ladi. Shunga mos, bargi yashil gullarga mos bo'ladi. Yo shunga o'xshash yaxshi samarali vitaminlardan bersalar ham bo'ladi. Keyin yana bir jihati gulda bargi maydalashib ketishi, ketma-ketiga barg yozib yuborsa, bunda bitta barg yaxshi oziqa ololmasdan ikkinchi bargini yana yozishga harakat qiladi va vaholanki bargi maydalashib qoladi. Sinapsus, epipremnium gullarda imminni shunaqa holat bo'ladi. Shu holatda ham bargi maydaroq chiqadi. Hozir mana bu gulimni bargi mayda chiqdi. Nima sababi? Ildizi to'lgan. Buni jicha kattaroq tuvakka yana olib o'tishim kerak. Endi kattaroq olsam, keyin yana bargi bundan kattaroq bo'lib chiqadi. Ma'lumotim foydali bo'ldi degan umiddaman. Shu narsalarga ahamiyat berib o'stirsalar, xudo xolasa gullaring chiroyli bo'lib o'sadi. Bu Gollandiyani monstera Thai Constellation sorti. Shunaqa gullar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Dastavka xizmatimiz bor hamma joyga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.